Assalomu alaykum, Zinoplay Pro obunachilari. Yana bitta obyektimizga kelganmiz. Mana, hop, endi bunga oddiy mana chiqish plashatkali zina tushyapti. Lekin bizda shu plashatkani o'rniga ham pog'ona qilib bering deyshadi. Chiroyliroq chiqadi. U chiroyli chiroyli chiqadi. Hop, plashatka bo'lmasa noqulay bo'ladi. Keyin o'rtada dam oladigan joy bo'lmaydi masalan. Zinapoyada masalan 10 ta 12 ta zinapoyadan chiqib kelganingizdan keyin ozgina to'g'ri tekis joyda odam yurmasa oyog'i charchaydi. Shuning uchun oddiy plashatkali joylaring bemalol bo'lsa plashatkali zinaga yetmaydi. Iloji boricha bo'yini past qilib 15 ga 30 standartdan chiqmagan holatda zina qildirsalaring, xudo xolasa chiroyli chiqishda tushishda qiynalmaydigan zina bo'ladi. Endi u o'rtasi tumalaq zina qatga qilinadi. Joy to'g'ri tashlab berilgan bo'lsa, plashatga sig'maydigan holat bo'lsa, shunda o'rtasiga ham pog'ona tiqib, betlari ham pog'ona bo'ladi. Shunaqa zina qilinadi. Endi imkon bor, hozir mana joylari bemalol ekan. Tepada ham plashatka bo'lyapti, o'rtada ham plashatka bo'lyapti. Joylar bemalolligi uchun mana oddiy mana o'sha regeldan 20 o'tib boshlanyapti. Metga chiqyapti, 1 metr plashatkasi bo'lyapti. Tepaga chiqyapti, 1.5 tepada plashatka bo'lyapti. Shuning uchun obunachilarimizga zina qildiramiz deganlarga maslahat, joylaring bemalol bo'lsa, plashatkali zina qildirganlaring ma'qul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like ayamanglar.